Toshkent tumani Generalda joylashgan obyektimizni 2 urvilli bo'ladi. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Darvozaxonalari shu uyimizda 1.8 sotuvli yer maydoniga qurilgan. 70 mingdan kelishtirib berib yuboraman deyaptilar, srochnik bo'lgani uchun. Mana shu xonadonimizda bo'ladi. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, nima ishlatganlar, nima qilingan, hammasi mana shu uyimizning oldi fasadini o'zi aytib turibdi. Mana shunda ichkariga kirishinglar bilan birinchi navbatda sizlarga mana shu narsani ko'rsatib yuboray. Sistemalar hammasi shu yerga yig'ilgan studiya formatidagi katta kenglikda oshxonamizda kiravurishda oshxonani shu yerga chiqarib yuborganlar, xo'lga. Mana shunda kuxonyaga qo'ysanglar bo'ldi. Vitishkalarni ko'rasizlar. Ko'pligini tayyor, mana to'pli polda isiydi. Bu yoqni yopib borib, bu narsa qilib yuborsanglar bo'ladi. Abo yopishtirib yuborsanglar bo'ldi. Mana bu yoqda katta kenglikda mehmonxonamizda, lekin puliga lekin arziydi lekin. Olib qo'ysanglar 2 urvilli uyimizda. Bu yoqda mana spanniy qilib yuborsanglar. Hojatxona, hammom, ikkita tualeti bor ekan. Mana shu joyimiz bo'ladi. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Shunday ikkinchi qavatga shunda ko'tarilganingizda bu yoqda mehmonxonamiz bo'ladi. Ko'rasizlar, kattaligini to'pli pol ham radiator uchun joyda tashlab ketilgan. Hamma romlari xo'liga qaragan. Bu yoqda yana bitta nimadir qo'yishlarga joy bor. Kattaligini ko'rasizlar. Isitish tizimlari tepa qavatimizda to'pli pol bo'ladi. Mana bolalar yotoqxonasi, batareyalar qo'yilgan, havo aylanishiga yetarli joyda bor. Romlari bu yoq tarafga qaragan. U yoqda uy yo'q. Bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda hammom, hojatxonalari, yuvinish xonalari hammasi bor. Lekin 70 ming dollarga arziydi. Yana kelishtirib beraman deyaptilar. Agar ma'qul kelsa, shu uyimizni bosib yuboring jigar, sizga nasib qilsa.